Assalomu alaykum hurmatli asalachilar. Mana yana har yilgidek bu yil sho'radagidan yangilik. Mana kanaga qarshi kurashda mana shuni o'ylab chiqdik. Dorini endi asallar uyasini ichiga qo'ymaysizda, onariga ham ta'sir qilmaydi. Asalingizga ham mana buni qo'yiladi. Mana buni ichida mana shu teshiklardan dori sepiladi. Tepadan quyosh yomg'ir o'tmaydi, quyosh quritmaydi, dori ichida turadi. Ana asalari mana shu yerdan o'taganda kanaga qarshi kurash shu yerda bo'ladi. Buning uchun nima qilinadi? Bu olinadi. Olingandan keyin mana razbor qilib turib, mana ichiga bunday gubka qo'yasiz. Gubkaga dori sepib qo'yasiz, shunday. Va yana buni yopib turib, yopgandan keyin mana shu holatga olib kelib yopasizda, yana buni qaytarib shu yerga qo'yib qo'yasiz. Bu doim turaveradi shu yerda. Qachon abrobotga kanaga qarshi dorilayman deganda mana bu teshikdan dorini sepib qo'yasiz, bo'ladi. Onariga ham ta'sir qilmaydi, ziyoni yetmaydi, asalingizga ham ziyoni yetmaydi. Mana shu tashqarida kanaga qarshi kurashda olib boramiz.